Bugungi videoda YouTube'ning eng sirli joylariga sizlar bilan kirib ko'ramiz. Ha aytgancha obuna bo'lish esdan chiqmasin. YouTube'ga kirib, poiskka WebDriver Torso deb yozsak, bitta 259 ming obunachi bor kanal chiqib keladi. U kanalda bir g'alati videolar bor. Masalan, hozir ko'ramiz. Bittasini qo'yaylik. 1 yil oldin qo'yilgan ekan. G'alati bir videolar qo'yar ekan. Tak, bu kanalda ismi WebDriver Torso. 259 ming obunachisi bor. Qanday shunaqa video qo'yib turib 259 ming obunachi yig'ish mumkin? Va 624 mingta videosi bor. 624 ming. Buni 1 yilda ham qilib bo'lmaydi shekilli. 1 yilda har kuni qo'ysa 624 mingta chiqmaydi. 624 mingta ya. Bu kanalda birinchi videolarni ko'rsak, tak 12 yil oldin qo'yilgan Aqua degan videosi ekan. 507 ming prosmotr. Hozir ko'ramiz-da. G'alati bo'lsa kerak, bu ham tik degan. Ya'ni yoqmadi короче bularning kanali menga. Umuman yoqmadi. Bir g'alati bir narsalar qilar ekan bu kanal. Bitta narsani eslab yodib olish kerak ekan. Что bu kanal boshini tak ish faoliyatini yuritishda boshlaganda 12 yil oldin hamma videolarini Aqua deb nomlagan ekan. Yaxshi. Eng populyar videosiga kirib ko'rsak, 11 yil oldin 2,1 million prosmotr bo'lgan ekan. Qani. Videosi hammasi почти bir xil, xuddi shunaqa nimada ketgan-da ana. Tik pisklivi nimalar bilan. Keyingisida endi YouTube'da eng g'alati kanal topib qo'ydim. Kirib turib YouTube'ga Sauzi Postal deb yozsalaring, Sauzi katta bilan, Postal katta bilan. Bitta bir 25 ming obunachisi bor, g'alati akkaunt chiqib keladi. Qati g'alati deyishlaring mumkin. Birinchi video chiqib keladi 11 yil oldin qo'yilgan va 999 mingta prosmotr bo'lgan. Sizlar o'ylashlaring mumkin, bu video oddiy-ku, nima g'alatisi bor, nima g'alati ish bo'lgan. Bu videoni ko'rishda bas. Masalan, video qo'yayotsak YouTube'ga 100% описание so'raydi. Videoni qanday nomlash mumkin deb va uni agar hech narsa yozmasak, qizil bo'lib turadi, chiba видите tekst bo'lib turadi. Bunda nimadir bo'lib, описание yo'q. Описание полностью yo'q. Men o'shani tushunmay qoldim. Videoni ko'rgim keldi, ko'rganim yo'q, sizlar bilan ko'ramiz hozir. Men qanaqadir mini serial deb o'ylayapman shuni. Eshiklari ham bir eski serial deb o'ylayman men. Screamer chiqib kelmasa bo'ldi hozir. Deb. Nima bo'ladi hozir endi? Komediya shekilli-da. Menimcha qanaqa deb o'ylayman men bu kino serialni deb o'zimni o'ylashim bo'yicha hisoblayman. Agar sizlar qanaqa nima deb o'ylasalaring, kommentga yozib yuboringlar. Komment pastda. Men qanaqa deb o'ylayman, bu qanaqadir kino serial yoki kino komediyani bosh qismi zritelda ushlab qoladigan qismi deb o'ylayman. Men o'ylashim bo'yicha shunaqa. Keyingi qiladigan lifehackimiz bu YouTube'ga основной главный страницasiga kirib turib, любой bitta video qo'yamiz. Любой bitta videoni qo'yganimizdan keyin, masalan, klaviaturada bu faqat kompyuterda ishlaydi. Klaviaturaga awesome deb yozishni boshlasak, ko'ryapsizlar mana nimasi
o'tadigan polzunoga o'ynashdi. Rang-barang bo'lishni boshlaydi. Bu endi mani o'ylashim bo'yicha loyiha. Sizlarga bilmadim. Atak interesli narsa. Keyingi qiladigan loyihamiz bu ko'pincha kompyuterda o'xshaydi. Ko'pincha emas, faqat kompyuterda o'xshaydi. Kompyuterga kelamiz va tab knopkasini bitta bossak, shunaqa to'rtburchak narsa paydo bo'ladi. To'rtburchak tugmalar har xil bo'ladi. Bossak, nimaga o'tishni boshlaydi. Pastga, tepaga, yonga. Masalan, bitta knopkani bosib, hamma narsani boshqarsak bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Masalan, mana vse bor, muzika bor, qo'limiz bilan nima qilmaymiz, mishka bilan qilmaymiz, prosta tabni bitta bossak, hammasi o'tishni boshlaydi. Mana opsiyalarga o'tadi. Masalan, hozir любой bitta videoni qilamizda, mana shunga enterda bossak, любой bitta videoga boramiz. O'sha videodan tabni bosamiz, opsiyaga borib turib, bitta enterda bosib o'rsak, mishkani ishlatmasdan videoga kirib ketishimiz mumkin. Genial. YouTube'ga eng birinchi qo'yilgan videoni ko'rgalaring kelyaptimi? To'g'risi, men ham ko'rgim kelyapti, men bilmayman qanaqa videoligini. Men tayyor qilib qo'ydim. Me at Zezo. YouTube'ga xuddi shunaqa deb yozsalaring, bitta video chiqib keladi. Bu videoni nomi Me at Zezo. Prosta, naверное, inglizcha tushunolmayman. Man zooparkda degan shunaqa bo'lsa kerak endi. David nomli odam qo'ygan, kanalda ismi 5 million 930 ming obunachi bor va 18 million like bor. 18 million. Menimcha bu rekord. Va YouTube'ga 20 yil oldin qo'yilgan. Keling, o'sha videoni ko'ramiz. Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long trunks, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Menimcha bu batta zooparkda videoga olgan va keyin YouTube'ga joylagan. Zooparkda nima deyapti? Orqamda, men o'ylashim bo'yicha, orqamda fil turibdi. O'sha hozir fil bilan rasmga tushaman. Tam rostakamli. Shuni unaqa, bunaqa. Shunaqa deyapti shekilli. Endi men buncha nimani tushunolmayman. Agar nima deganini sizlar tushungan bo'lsalaring, kommentga yozib yuborasizlar. Hech zamonda YouTube'da 300 da bitta prosmotr bilan qatib qolgan videoni ko'rganmisizlar? Hozir sizlarga ko'rsataman. YouTube'ga kirib, why do you YouTube views freeze at 301 deb yozsalaring va poiskga bossalaring bitta video kelib chiqadi. U ingliz odam tomonidan qo'yilgan video va ruscha emas, o'zbekcha emas. Va uni YouTube'da podpishchigi 4.720 mingta va bu video 13 yil oldin qo'yilgan. Eng qizig'i 300 bitta prosmotr. Bu videoda menimcha nimaga 300 bittada qatib qolgan degan ma'noda video chiqargan. Hozir sizlarga bitta yomon xabarim bor. Bizi YouTube kanalida 99.5% odam bez podpiska ko'radi. 0.5% odamlarga ad-dushi rahmat. Shuning uchun poddershkada bo'lib turinglar va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videomiz oxirida Google'ning bitta sirini sizlarga aytib ketaman. Google'ga kirib, classic.minecraft.net deb yozsangiz, sizlar Minecraftni o'zlaringiz ko'chirib olmasdan brauzerda, ya'ni onlayn o'ynashlaring mumkin. Hozir men sizlarga shuni o'ynab ko'rsatib beraman. Mana o'yinga ham kirib oldik. O'yincha qatishi mumkin, chunki menda zapis ekran ketyapti. Ammo prinsipi o'ynasa bo'ladigan. Hozir batga qanaqadir blok qo'ysa bo'ladi. Yo'q turib. Lek ana. Ana. Qani, hozir biz qanaqadir bir uy yasab ko'ramiz. Aytgancha videoni oxirida aytib ketaman. Kommentariyaga yozib ketinglar, qanaqa video olishimiz mumkin. Minecraftda gameplaymi yoki Google'da joylashgan eng qiziqarli joylarni sizlar bilan ko'rib chiqaylik. Qaysi biri? Minecraft gameplay yoki Google'ning qiziqarli joylari, kartalar. Yozib ketinglar.
Va biz hozir qanaqadir bir tekisroq joy topib uy quramiz. Tak. Mana bir turburchakroq, bir 3 burchak bo'lmaydi, endi turburchakroq uy quramiz hozir. Sizlar uchun bu 1 sekund bo'ladi. Men uchun bu bilmadim, endi 5-10 minut bo'lsa kerak. Hozir ko'ramiz. Mana aytganimdek, sizlar uchun 1 sekund bo'ladi, men uchun juda bir 5-10 minut bo'ladi. Men ham uncha bir qasr yasab olmadim. Prosta toshdan yasalgan uy, tepalari tam nimadan? Dub desa bo'ladi. Dubdan yerlari eshik yo'q, svet yo'q, oddiy korobka desa bo'ladi. Ichiga kirib remont qilib yashasa bo'ladi. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.